İpek Yolu Sadası.电视机前的观众朋友们好，你们正在收看的是由乌鲁木齐广播电视台与新疆特莱克投资管理有限公司、新疆博格拉商贸有限公司、新疆艾米勒文化传媒有限公司联合制作的，由新疆纳热提乳业有限责任公司独家冠名的大型电视网络文艺节目第8季《纳热提丝绸之路之声》。 Salam ekran oldidagi qadrli ko'rurmanlar, naq maydondagi tomoshabin do'stlar. Ko'rayotganinglar Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan Xinjiang Tilak mablag' selish boshqarish cheklov shirkati, Xinjiang Bug'ra savdo cheklov shirkati, Xinjiang Hamra madaniyat tarqitish cheklov shirkati birlashib ishlagan. Xinjiang Narat sutchilik cheklov mas'uliyat shirkati xos tajdorligini olgan cho'ng tipdagi televiziya to'r san'at programmasi 8-qaror Narat Ipak Yo'li Sadasi programmasi. Ben riyasetçi Umutvar Mahmut. Ben riyasetçi Zilola Mehmet. 8-qaror Narat Ipak Yo'li Sadasi programmasining o'ngishli suratga ilinishini umid qilib, xos tajdorligini o'z ustiga olgan Xinjiang Narat sutchilik cheklov mas'uliyat shirkatiga rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Narat. Her ailege söygü tarat. 549 numaralık Mahir'in sahneye teklif kısam. Yaxshimsizlar do'stlar, men G'uzi Suydondan kelgan Mayir to'liq qurban bo'laman. Men bu qitimqi Narat Ipak Yo'li Sadasiga o'zimning talantini joriy qildirmoqchi. Her bahar yolunda intizar kutaman ahdiga vafodor yurakda asrigan gapim bor. Gelmesen dünyada yalnız ödemem. Gelmesen dünyadan yalnız ödemem. Tibresen şamanlar günlerge bir aman sonlar geçirir ay sahı cemallar kütemem. Gelmesen dünyadan yalnız ötmem. İstemem can gelmesen
o'tini Pirlarga qo'ngandan sevgidan ko'zlaring yo'lingdan dambadam yozda ham kuzda ham qishda ham kutaman kelmasan dunyodan yolg'iz o'taman kutaman jon kelmasan dunyodan yolg'iz o'taman kutaman kelmasan dunyodan yolg'iz o'taman. Abdunum rayonimiz sütçülük sahasidagi başlamchi korxona Şinjan Narat Sütçülük Cheklik Mas'uliyet şirketi Narat Subsidi mahirlarga omad tilaydi. Salam ustozlar mo'laning mushot xayrli bo'lsin. Men G'ul Sudoni kelgan Mayir Tug'liq qurbi. Qarşalımız. Avaz tatlıq, Burak. He? Nay tatlıq mən 5-ini alaplam. Səmi bilən deyiş burulduk sana. Əvcini çoxum etdi, yaxşı etdi deb o'ylagandim, lekin əvcigi sal avazın qırıb kep ketdi mening. Avazdan qarab qısılıb qaldı. Kelim og'rib qopti kelgan. Şu açta bir avval onu oldu ekan bir ciddilik var. Avaz nayetdi, roşan aldı, bilvaqil bo'ladigan jiddichilik var. Lekin jiddileşmegen bo'lsang, maldazroq ham jiddileşmesang yana olmaydi. Jiddileşmesang kibir voqea deb qolamiz. Jiddileşgan to'g'ri. Lekin Jalal. Jiddileşdim. Bu ilqi o'zini aytmaydi-ku bu yaxshi yerchi. Azroq o'zgartishlarni qilib, o'zining uslubini singdirib, sal uduqishlar olib qoldi, lekin cho'qim yaxshi bo'ladi. Ağınlamda biz müşahede değişip amdan ip ketemiz sinemde qağınla. Bir köydün çürüp degендek, yerim köydün çürüp. Avazın içilip gitem qağını kendi bakacağım. Valdı. Esel qağınla çösler qana qaraysan. Jalal so'zinglar bo'lsa azroq. Nima hozir Abay Jalal degandek shu avjik kelganda qisilish bor. Sendil emas, shu nash aytayotgan shu mayirlarning hammasida bir xil jiddiylik. Bular avjik kelganda ovozni qo'yib bermay qisilibchu. Balki men yeksiyatning ichiga kirma deb ovozni chiqarmayotgan bo'lishinglar mumkin. Unda qilmasliklarini naqshiga kirishib, to'g'ri bir taraf qilishinglarni chin ko'nglimizdan so'raymiz. Men bu chiqmoqchi bo'lgan mayirlarimizdan. Aning keyindan do'stim Abdusamiy bilan Jalolni tabriklaymiz. Hozir sen ham ma'dir naqshay uslubingda Abdusamiy Jalol seni o'xshab ketalaydi. Shunday emasmi? Cho'qim yuqori shart emas. Cho'qim naqshi yuqori etimiz degan gap yo'q. O'zimizning ovoz doirasi bo'yicha aytamiz. Doirasi bo'yicha aytib chiroyli. Lekin bizning bo'lishimizdagi maqsadimiz Furqunni aytdi. Roshan Amdan joyida. Tankash muzikasini yangidan ishlatganmi? Yangidan ishlatgan o'xshaydi. Bu o'zbek chiqibdi. Klassik naqshchisi olmasninki naqshi. Chingde naqshi. Bu naqshi o'zi chaqchaq qiladigan naqshimi emas. Jiq kuch ketadi buningga. Uning ustiga bekaliqi seviye talep kıldıgan naqsha. Muşunda bir naqshiga o'zing bir jang e'lon qilib mushaga chiqibsa, yaxshi etding. Abay Jalol inim degandek, bu sahnada uduqish yo'q desa hech kim ishonmaydi. Hozir bizni chiqib bir naqsh yetib baq desa, bizmi uduqimiz shu sahnada. Kichik sahna emas bu. Şunlaşqa bunchalik uduqish degan bo'lib turdi. Normal avval, keyingi yo'llarda Jalol bilan erkin shiksa Erkinda. Nima? Dadam keldi. Erkin shiksa. Abdusamiy ikkaylan cho'qim to'g'ri yetaklab ketadi. Qanday qolsa.
İpek yolu sadası, suyunu yok şigrası, kuş havazla seynası, İpek yolu Oda, keş çoğunlar yoxlab gelmiştim. Nime basam bula? Yadaş, mağun Narat'ın kesap üstüde ağaç bamamdık. Çoğunlar işçiге şunda kolaylık. Ha, naratma bu. Hey, acaba yaxşımışım lap basam bula biraz. Növbətdə səhnəyə çıxmaq olan Mayırın numuru 12-41. Yaxşımısızlar dostlar, mən 8-ci qarar Narat İpək Yolu Sadası proqramısı qatnaşıb gələn Mahir Erşad Eli bulumen. Mən bu qəddəm İpək Yolu Sadası proqramısıga ammıbab naqşa gəldim. Mən üzəm Aqsu 5 düyməni bulumen. Bu qəddəmki proqramı qatnaşdıq məqsədim bolsa, üzəmdəki naqşa etiş cəhətlik alayligini bilib beqiş, həm ustazlardan muş cəhətdən bilim eliş məqsədində bu proqramı qatnaşqılı gəldim. Hayalimda sen her gecem Unutalmay buldum seni son Yürügümni qiynama buncha Bilib qal güzelim sen uchun Yig'layman men sen üçün Əzlədim aydın axşamda Süymən digər Məcnun ikən Qaydım mən şu visal ilə Bilib qal güzelim sen üçün Yığlayım mən sen üçün Söygar bu dünyada bamusen Gelginemde qiynima Seni izlep bu dünyanı Kizmen Söygen Bu dünyada bamusen Gelginemde qiynima Seni izlep bu dünyanı Kizmen Əzlədim aydın axşamda Süymən digər Məcnun ikən Qaydım mən şu visal ilə Bilib qal güzelim sen üçün Yığlayım mən sen üçün Seni izlep bu dünyanı Kizmen Söygen
darajalik mukofotga erishgan Mahir Şinjan Nara Sütçilik Cheklik Mas'uliyat shirkati ta'minlagan 20 ming yuan qimmatidagi mikrofon bilan mukofotlandi. Salom ustozlar, men Aqsudan kelgan Mahir Ershad Eli bo'laman. Yaxshi, xush kelibsiz. Rahmat. R&B bilan tanishganingizga, mashq qilayotganingizga uzun bo'lmabdi. Shunaq. O'zingiz yaxshi ko'rib o'rganyapsizsiz yoki mushu naqshni o'zim ishda aytadigan deb aytib qoldingizmi? Bu naqsh bilan men tanish qilib ancha uzun bo'lmadi. Ha. To'g'ri. Lekin o'zim yaxshi ko'raman. Ovozim yaqin. R&B'ni yaxshi ko'rib, mush naqshini taldingizmi yoki mush naqshini yaxshi ko'rib R&B uslubini kirgizdingizmi? Mush naqshini yaxshi ko'rib. Bu naqshining hamda sizning oldingizmi bizning Nurjan bu naqshini R&B qismini bak mo'l yetib atgan. Siz oshnoma qismini elib o'rganibsiz ancha. Ancha-muncha. Ancha-muncha shunday ishlar bor. Azmetmaydi, nimada qilishda? O'rilmadim deganda mushu sabab. Agarda masalan R&B puroqlarini o'rganibsiz, yaxshi o'rganibsiz, lekin bu puroqlarniki hammasini o'zining to'shkisi bor, o'rni bor-ku. Lekin sizninkida hozir shu o'rnidan ya neri ya beri bo'lib ketgan. Masalan, misol Söygen bunda bir yerlerde siz işlik atlaydigan yerlerini shu biz ham mitkod ketpagan yoki o'zingiz bilinmay qolgan, qaysi ovozga to'xtab, qaysi ovozga tushib turib qilishingizni, qanday taqilishingizni bilmayotgan bir xil holat bor. Shuning uchun men o'rilmadim. Lekin sizga tavsiya, sizningki ovoz tutsangiz, intayin maskilidagi R&B naqshi o'rganishga, ham o'zingiz mushta naqshlarni qiziqadi ekansiz. Siz oldi bilan shu Uyg'urcha naqshlarni ichidan R&B'dan biz Azimatning naqshi, Shiralining naqshi, Bilalning naqshlari, mushlarning naqshlarini bir anglab, ashlarniki so'z ilishini o'rganing. Yovzi so'z masalan sen uchun demaymiz biz R&B'da. Chunki albatta dimoq ovozi bilan bizningki R&B'ninki SOS chanfada dimoq ovozi. Ma ovozini chiqarib shiltimiz. Lekin buni normal shiltimiz. Agar bu ishib ketib hamma bo'g'imga, hamma so'z tovushlagan mush ovozini kirgizmasak, ilqimdak sen uchun ya deb adamlar ilqisa quloqqa yiqimliq anglanmaydigan bir tovushlar paydo bo'lib qoldi-ku. Shuning uchun siz menimcha buni davomli mashq qiling. Sizda umid borki, ham buni yaxshi ayta olishingizga men ishonaman. Agar yaxshi mashq qilib kelalisangiz, men mishadi bor. Sizga o'rilma. Qanday? Rahmat ustoz. Ciddilecek uslub kendi. Bu naqshiga mush Adila eng to'g'ri muvofiq javob berdi. Biz shaxsan men faqat uqmayman bu naqshlarni. Nima dedinglar? Birini dedinglar. R&B uslubidagi naqshni hargizilqi bir naqshni yaxshi ko'rib qiliblar degandek, bir naqshni yaxshi ko'rib qilsa bilan tuyuqsiz uslub o'zgarsa to'g'ri bo'lmaydi-ku. Uni hech bo'lmaganda xuddi biz xalq naqshlarini o'rganganga o'xshash, boshqa amibab uslubga naqshlarga muomala qilgan o'xshash, ashnima 1-2 yil uni jichovlari bor ayrim. Şunu bir mashq qilgandan keyin ovoz o'rni chiqadi. Balkim sizning hozirgi ovozingiz yensirangizda ovoz yensirangiz shunda uchiqkan men bek suyundim ovoz yensirdan. Agar mush naqshidan boshqa naqshdan birani amibabroq uslubdagi R&B puroq bek kuchli bo'lmagan naqshlardan birani aytgan bo'lsangiz, balkim o'rilib qolatdiq. Lekin hech qisi yo'q. Davomli g'ayrat qiling. Keyin qitimqi İpek Yolu Sadası programmasi yani sizni ko'rishni qizg'in qarshi olamiz. Rahmat ustozlar. Ustozlarning yaxshi bahasi ishqalga aytib qo'sh oldum. Hech qisi yo'q. Musobaqaga tanlash bo'lib turdi. Men uchun bir boshlanish deb o'ylayman. Mush sahnaga chiqishning o'zi men uchun cho'ng bir ish bo'ldi. Tanlangan bo'lsam yaxshi bo'ldi. Hozir hech qisi yo'q. Men davomli tirishman. Eng oxirida mush fursatdan foydalanib ota-onamga, ailemdagilarga, ondan keyin mening mush naqsh yetishimga sababchi bo'lgan, meni tarbiyalagan ustozim Ahmetjon Mehmet muallim ustozimga menga madad bergan do'st birodarimga ko'p rahmat aytaman. Ustozlar sizlarga rahmat.
yolda dostlarım kaldı İpek yolda seviniş kaldı. Adaş etkençe yaxshi ko'ramsan? Yaxshi ko'rmaysan-chi? Oo, ishmisam turolmayman etkençe. O'g'ilchilik degan zodi aytgancha ishimiz. Amal yo'q adaş. Biz shu etkençimizni Naratning sap suturi bilan ichib Mana buni sanga tavsiya qilaman. 戈壁，穿越沙漠，雪花飘满来时的路。问一问那旅人，为谁停留？钦定天山义无反顾，千里雪海，腾云驾雾，此生挂满冬天的礼物。问一问那雪人，为谁守候？他说看见美的全部。大雁南飞，雪纷纷，谁在云深处？牧羊人的歌声唱，琴声在倾诉。心上人擦肩而过，雪花在飞舞。它是四季最美的礼物，骄阳。来时的路，问一问那旅人，为谁停留？钦定天山义无反顾，千里雪海，腾云驾雾，树上挂满冬天的礼物。问一问那雪人，为谁守候？他说看见美的全部。大雁南飞，雪纷纷，谁在云深处？牧羊人的歌声唱，琴声在倾诉。心上人擦肩而过，雪花在飞舞。它是四季最美的礼物，骄阳。大家认识吗？
给你们介绍一下。反正我认识，最近不是很火的一个歌剧嘛，叫《万童书》，他就是万童书角色的扮演万童书角色的一个很出名的一个欢迎歌手，也是一个好的演员。大家好，我是万童书，我是王少辉，很优秀很高兴。来到这个我们丝绸之路之声，感谢大家，再见各位老师也辛苦。也非常非常感谢你，感谢你支持我们的丝绸之路好声音。我希望你越走越勇，越飞越高，会有更大的舞台在等着你，等着我们。谢谢你的到来，谢谢你的支持。谢谢哇，谢谢谢谢，这是我们小小的心意。来到了我们这个第8季纳热提丝绸之路之声的舞台，对我们年轻人带来了鼓励，也希望从这个角色来，我们更感同身受的了解穆卡姆。谢谢你，谢谢。谢谢您的到来。我们丝绸之路之声栏目是我们各民族的舞台，再次用热烈的掌声欢迎您的到来，感谢。谢谢谢谢，我们丝绸之路之声这个节目永远欢迎你，谢谢老师，欢迎谢谢大家。 Abdunum rayonimiz sütçülük sohasidagi boshlamchi korxona Şinjan Narat Sütçülük chekli mas'uliyat şirkati Narat Sapsiti mahirlarga omad tilaydi. Növbet çıkıdığan bayırımız 1649. Salam dostlar, müşahtanlar xeyirlik bolsun. Ben 8-ci qara Narat İpek Yolsadaş müsabaqəsinin mahiri Puxlişem Dolqun boluman. Wow. Rasmı yalan mı? Shine bright like a diamond. Flying high in a beautiful sea, I chose to be happy. You and I, when a diamond in the sky. You were shooting so I see, a vision of fantasy. When you hold me, I'm lying. When a diamond in the sky, I know that we become more right away. Oh, right away. At first, I feel and she saw I saw the love is I so shine bright. Do you and I, we're beautiful and diamonds in the sky. I do so alive. We're beautiful and diamonds in the sky. Oh, 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 oh. We're beautiful and diamonds in the sky. Oh, 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 oh. We're beautiful and diamonds in the sky. Vamos rise to the universe, so sweet, moonshine, I'm Mali. Beautiful and never die. Well, diamonds in the sky. Your shooting star I see, a vision of fantasy. When you hold me, I'm lying. Well, diamonds in the sky. At first, diving and she saw I saw the love face, I saw shine bright. Do you and I, we're beautiful and diamonds in the sky. I do so alive. We're beautiful and diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Beautiful and diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Beautiful and diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
shine bright like a diamond. So shine bright to you enjoy. We're beautiful and diamonds in the sky. I do so alive. We're beautiful and diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Yeah, yeah. Shine bright like a diamond. 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 Narat. Her ailege söygü tarat. Salam ustozlar, barcha do'stlar, hammanglarning mushaq xayrlik bo'lsin. Men Qashqardan kelgan Buxlichadan hammanglarga o'tliq salom. Diamond degan bu naqshini asli ijrochisi Rihanna, lekin buningki ijodiyatchisi Sia. Shunaqa-ku? Men hujumi kerak qilib. Sizningki lekin men qarab baksam, sizning ovoz tusingizda mayli hissiyat ifodalashingiz bo'lsin, Rihannadan bagrak Siyaniki naqsbek mos keldi ekan to'q. Sizniki ovoz tusingizga. Menimcha yaxshi aytdingiz. Lekin men sizdan sal cho'ngroq umid kutib, talabni sal yuqori qo'yib qoldim. Rahmat. Menmi shu? Adila bilan menmi o'xshash ko'z qarashda. Shu eng avjiga chiqadigan yerda men sizdan bir bovfali bir narsa talab qilgan eshak kelgan vaqtida men chuqur bosimga deb o'tgan, lekin eshakda azroq kutilmagan bir hodisa yuz berib qoldi. Shunga o'rlanmay qoldim. To'g'ri tushunishingizni so'rayman. Ammo lekin uningdan boshqa yerlari pechat. Menmi ovozingizniki yuqur tarafini yuqori etdiği yerini bir saklap gitmem bu nakşının yukarı yermiş ahırdıra kazarak yer bağ mı ya? Aşağı başı. Lekin ahırını etkan çağda yaxşı kontrol kılanmaya kaldınız şu an ahırın evcisini. Pek ciddileş ketib. Nakşıdaki hissiyatınız hem minut çoğan çağda bek yaxşı ol dep oylayım ahırdaki bir yerlerim de kır yerleri. Aptsam yaqindan besti orundoq ne şu birimlarni oylab basi deb oyladim bu yaqindan nima. Şunu bilan ha deb burildik sizga. Qolgan ishlarni yana be bizni talasangiz yo'lda manga ish birim qilamiz. Mashinani Uyg'urcha aytamiz bo'lmasa. Men boshqa bir narsa o'ylamadim. Hamda abay niyazi mayli kayni qanday bo'lsin, oldidagi ovoz ifodalashida hissiyat ham ovozinki kuchlileri hem narsa ifodalashi yaxshi. Hamda talabni qancha kuchli qo'yganimiz yaxshi, lekin o'zimizmi hal qiladigan ba'zi bir kichik uşaq masalalar qilib qelishi mumkin balkim ba'zi ishlarda. Cho'qim yaxshi hal qila olamiz deb o'yladim. Barak chet elchi ishdan naqsh etamsiz ya Uyg'urcha naqshadimmi? Yo'q, mush tunji qitim chet elda naqsh yo'q. Muqamitam degan bo'lsangiz deyman. Mening o'ylaganimda Uyg'urcha naqshlarni cho'qim yaxshi aytdi deb o'yladim. Siz maxsus tarbiyalanganmi san'at kasbida yoki san'at maktabida o'qib chiqqan? Mana emasmi? Qaysi kasbdan? Yinvechoyi. Muzika ma'rifida o'qibdi. Sizni qarshi olamiz, saqam bizdan kichik aqchasiz. Asan emas, agar tunji qitimni mush sahnega chiqqan bo'lsangiz, hargiz asan emas bu ish. Bir 4-5 odam bor yerda ikki og'iz gapni qamlashtirishmi oson emas. Shunday emasmi? Gap qilib, quruq gapni o'zini deb qamlashtirishmi oson ish emas vaqtda. Siz mushaga sahnaga chiqib, nurg'ulg'an tomoshabinning oldida, jumladan ustozlaringizning oldida, mush naqshini mayli boshdan oyoq o'zingizning kuchining yetish yaxshi o'rindadingiz, kuch chiqardingiz deb qaradik. Abay Absami degandek ras sizni bizlarga ovozingizning yingsasi deymiz. Naqshga kirgandan keyin
hissiyatınızdan sizden başka nakşılını aytkızıp baksak veya ki başka nakşılını biriş arkalık sizin avazınızda sınap baksak bulduğanlıkını his kıldık. Enin keyinden en mühim mesele neymi? Bak kızmayırlar bir kadar az ya his kıldığınlar mı? Az. Asasa yok diyerlik kızmayırlar. Bizden grupta da yok hem de mış kızalı kirip kalsın bir şey kızalı buluşum mümkün. Şunu mu asas kıldım enin keyinden aldın kışılımı sizin uslubunuzda nakşaytırgan ballar batı bizim grupta. O ballarını yaga qartıp koymadık. Özününki yolu boyunca, tırışçanlığı boyunca özü xalıgan nakşılını birlikte tan öğrenip kılıştık. Şuna mümkün bolsa xalısınız, şu grupaga kelsingizmi? Kıy, he? Boldu. Ömer Kamma bir şikayet gaqib qo'ysin. Ya men manda nakşın tunji qitim alışım. Gaqılaysam gaqılayın tapamadım. Yaxshi etdiniz sana. Ma qarang men osmonga chetalcha G'ojumat Qurbona bijaloq to'g'ri. Şikeli malımga xatirjam kirsiniz buldu. Bo'ldi, xotirjam, ha. Bularmı bundan burun sizdek müştaq mufassarni tarbiyalagan, mufassarga shundaq o'ziga tushadigan naqshi bergan. Şinjanı bir şey keydi. Grupda Jalal ba qo'rqmasangiz buldu. Tabiiylam o'zingizningki fungus bo'yicha Bu ma'lum. nakşın neymiş? Duttavlı itqamız texmi pes çıkıdı bu şey. Жүрек сөзім дейіп алсам мұш бір сәтті мені бекіп чоңқыған hem ana hem dada bob meni bekip çoğun anamga rahmet etip alsam apa japa çektiňiz rahmat. Yana şundaqla meni izchil qo'llab kelayotgan do'stlarimga, xizmatdoshlarimga rahmet etip alsam rahmat. Mening oxirgi torlishim. Acayip kemmidi bu. Bu adaş fakat vaqt ko'z qarashga ehtiyojmadi. Adaş onu bir demigen köydüňman sütne. Naratdan sabsutları. Bunu amma yo'qlaymiz deb izlab qo'ydimki bazarlarda shunda o't qattiq topamadim. Buni so'g'is alamlar bek muvofiq dedi. Ha. Men buni bir nima qo'ysam bo'lib kerak. Sen buni ilib oldimi adaş? Men buni ilib olganman tanlar. Jiramda. Mayli. Hücumet Qurbasta. İpek yolun sadası, suygunun yok şigrası, kuş havazla seynası. Әмді боп мейданға чықылығыны 2994 numurluq mayırını səhneyə təklif qılımız. Yaxşımsızlar, ikraldır görünmənlər. Mən 8-ci qarar Narat İpək yolu sadası mayırı Subat Kerim bulumen. Gözünden yaşlarını görgüm yok. Sen oylama, ötmüşler ki endi kaytkım yok. Sen oylagan ümitler iter bir gün. Şiynindi amen, şiynindi bakit, gülsen bir gün. Gülirem hayatımda bana bak. Gülirem sen bulgaç yollar davanda. Gülirem hayatımda bana bak. Gülirem sen bulgaç yollar davam. Tadımızla uçraştırdı. Sana şunca hayatım kendi. Bir elmeydu azar, bir elmeydu
bilmesen, sen bulsan hayatın sınakları yok. Gidilen hayatım gamına bak. Gidilen sen bulan çullar devam devam. Gidilen hayatım gamına bak. Gidilen sen bulan çullar devam devam. Yana 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 hayatımdan dersi bir daha. Yana 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 süyer ben seni arzuma. Yana 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 hayatımdan dersi bir daha. Yana 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 süyer ben seni arzularıma. Abdunum rayonumuz sütçülük sahasidagi başlamchi korxona Şinjan Narat Sütçülük Çeklik Mas'uliyet Şirketi Narat Sapsiti mahirlarga omad tilaydi. Yaxshimisizlar ustozlar, ekran oldidagi ko'rmanlar hamda naq maydondagi tomoshabinlar. Mening ismim Subat Kerim bo'ldi. O'zim G'uljidan yana bir qitim 8-qara Narat Ipak yo'l sadosi sizlar bilan ko'rishganimdan intayin xushalman. Rahmat. Yana mı şunu akşına etkinden karşı. Aldın kıtım bir kege Subat. Çaşını özgert deyip aldın kıtım çiçinin inik yankımında. O'ruqla qoldi. Sen çoğun oldu mu? Hayatdagi barqaqa yana kepti ha? Sarışalı mısın? Kimning gruppasiga kirgandi? Zahir kamdan grup sakirep peki de çür etken. Aynan tushunamamdi ya. Unda ish yo'q-da. Abla. İşte ama. Naqshini shunday payza etdan Subat oldin qitimqa 7-qarorga kelgan bu. Kelgan shu men ko'rgan bu bog'ni. O'zim naqshiga payzi bor bu inimniki. Yaxshi rahmat. Rahmat. Ömer akamning gapi bormi? Mening gapim shu asosiyati sizniki o'xshash bu g'uljilik yigit ovozi o'zgacha. Bir xil Bunda işim doğru baksam doğramadım ovozni. Biraz o'zgacha ovoz bor ki. Unda bo'lganda sizmi shu ovozingizni qirib aytishdan boshqa yana umi xo'ying deb qo'yamiz-ku, bundan boshqa yana ayta olamsiz. Men amabab millicha bah hamista. Yaxshi. Alyubyanshing deb qo'yma, o'zim ishonchim bor, lekin Ravrus ayta olmayman boshqa naqshlarni. Buni emas, lekin men mush uslub amroq shaxsan. Hamda kichikimdan o'zim duttatan bir chep eliqalik naqsh etib cho'ng'olgan ekan, undan amaliyat qilmasman. Mana ko'p qirliqga. Demak sizmi shu yerlik furak borgina, yerlik furak. Rockstop naqshida o'zingizni texmo kuchli bir xil jushqunligingizni ifodalayapsiz. Shuni shu xil hissiyatni yaxshi ko'ryapsiz, shunaqa. To'g'ri, bir xil pinfanliq, bir xil erkinlancha. Bu hissiyatni men tushunaman-ku. Shu mushtal ovoz chiqara oladigan o'xshaydi. 7 xil ovozlar aytib baqsam bo'pti-ku, bu naqshini asli. Sal qisqa qoldi ekan-cha. Xo'sh, Xo'jika, gapingiz bo'lsa. Nima deymiz hamda qarshi olamiz Subatni. Bizning guruhga kelishini mi chin yuragimizdan qarshi olamiz. Bo'lmaymi bizning guruhni to'shtirib beramiz? Mush bosqich pek bir xil ajoyibcha. Tasa? Bir xil. Ishkilanishma. Ishkilanma, uduqma. Ha, bizning ashboylarni xiyana bo'yish qilsan. Oldin qitim kapman o Zahir kamniki gruppasida PK'ga tushib men qaytib qolgandim. Deb o'ylab to'g'ri bo'ldi. Adovat saqlama demoqchi-ku seni. Ayaqa. Adovat saqlamay mening gruppamga kelsang, qat'iy olmaydi. Marta 3 deb sen bir yil ketib kelarli, yana kelib, yanimiz naqsh etib, yana qatnashib Zahir kam o'talinib, biroq 3 qitim qilib etsen boshqa. Anda bo'lmasin, charchab ketmanki. Undan sonra Qadirjon dursak kel. Mayli, o'zing tanla. Birga shu opam dadamga, men qo'llab kelayotgan barcha urug' tuqqan do'st birodarlarimga rahmat aytaman.
Endi şunun bilan sirt bu yerga men bir yig'iz gapni qistirib qo'yay. Oldin qara men qatnashib azroq o'zimning nima hisobqa dasiga yiqilgan yerimni qo'paman degan maqsad bilan chiqdim bu yerga. Bu da endi men dadamning orzusi bilan chiqdim bu yerga. Dadamning orzusi bilan chiqdim. Endi mening dadam hisobda o naqsha vijay degan nima yo'q. Endi lekin ma anglaydi-chu, bak anglaydi. Shu xalq, u bu eli xalq, u bu deb chiqib ashtalar. Meni bir ashtaroq bir nima bo'lib ketishga deganga tushliq men emas naqsha aytyapman-chu. Shuningga men bu da Adaş qanday yaxshimi? Ramada. Nagman ağamız adaşmı şu naratның substitutlardan elip öğümagdım va. Ya ben şu mana ayalım ma bildirgen temlikni yaxshi ko'rdi. Cho'nglar ma substitutni yaxshi ko'rdi. Shunishlarni elip mangdim adashman. He adaş, onu so'manglar şu bizning cho'nglarni ko'nib oldi da hozir. Yaxshi ishlab demasman. Deganda qopaplam ishimiz uyg'utdi odamni. Peyza. Bo'ldi adaş, ma'qul. Birinci dereceli mukofotga erishgan Mahir Şinjan Narat Sütçülük Çeklik Mas'uliyet Şirketi ta'minlagan 20 ming yuan qiymatidagi mikrofon bilan mukofotlandi. Ömercan Alım ustozi tanlay. Növbətdə səhnəyə çıxmoqçu bolğan Mahir'nin numeri Yao Ling Samba. 大家好，我是苏比，来自新疆乌鲁木齐，非常开心参加这一次的第8季纳热提丝绸之路之声，希望可以在这次取得一个好的成绩，也希望可以通过这次机会认识更多热爱音乐的朋友们。Peyza. 蝴蝶这几次眼睛，才学会飞行。夜空洒满了星星，但几颗会落地。我飞行，但你坠落之际很靠近，还听见呼吸。对不起，我却没捉紧你。你不知道我为什么离开你，我坚持不能说放任你哭泣，你的泪滴像倾盆大雨，水了满地，后在心里清晰。你不知道我为什么很相信，盘旋在你看不见的高空里，多的是你不知道的事。蝴蝶这几次眼睛，才学会飞行。夜空洒满了星星，但几颗会落地。我飞行，等你坠落之际很靠近，还听见呼吸。对不起，我却没捉紧你。你不知道我为什么
相信，盘旋在你看不见的高空里。喂，我的心，你不知道的事。 Birinci dereceli mukofotga erishgan Mahir Şinjan Nara Sütçülük Çeklik Mas'uliyet Şirketi ta'minlagan 20 ming yuan qiymatidagi mikrofon bilan mukofotlandi. 各位老师好，我是来自新疆乌鲁木齐的苏比一。 Menimcha Subi hamma gruppaga lazım bir. To'g'ri. Mahir deb o'ylayman. Onun ustiga abay chillishishni ko'rdinglar, unda Mandali qo'ldan ushib chap qo'yganmiz, bir saviya bilan chillyapti. Mush kasbda o'qiganmi? 蛮歌剧开始读完，中国音乐学院歌剧专业的。 Cempani o'zingiz o'qiganmi yoki burun aslida man cho'nglar mendan 作曲系的o'qigan deganda shunga man Shanghai 音乐学院imtihon berib, undan 3-chi bo'lgan, lekin chechim chiqib ketdi-da. Shunga 作曲系ni 放弃 qilayotgan. Nimashga desangiz, burun meni ma'lumim chechi tushib ketgan-chu. O, apla men bundan keyin mushtoq bo'lib qolsam qanday bo'lib qilaman deb. Şuna üzem. Daha şu menin grupamın kesin çiçimiz cıklap gittiğim ahvallar var. Çünkü biz icad ettik. Çünkü biz yakında şu çaşını cıklaştırdığım bir mesulatlarını bazağa saldık şu. Daral evin ala astığı seyrik sarvasımız mana astığı. Da şuna başka çaşdan işleden hem kılmayımız bizden grupa gelsek. Manda bir şu var mağlanın çaş üstürganını işletsen 5'in kıçıdan bulup kaldı o kadar. Onun boyunuşup koy ya. Onası bu enimiz öz çelip öz orunda bir xil yuqori seviyede huzurlanıp anıldık hüküm. Yaxşı etdi anaqşı. Onası okuyan mektubimni aytdi, esli mektepte okuptu ki. Hesapta bizdeki memleketimizde en Ali mekteplerden biri. Adette pianino emas. Hem de bu adetlik mındaq asan müziklerini özçep nakş etmek bir gap cümle. Sen hazır çağırgandı mı, çıkılıp özgeçe. Hem bunun aldırımı ne çıkarttım orundaldı, ulamı yaxşı çaldı. Ama arlıqta hemen malımla dikkat kıldığınla bir takitim bir kichike şarkımızı vaxtida kiremezlik degandek bir mesele mevcut bo'lgan. Biz hem onu uçakta demedik. Onu deyishni g'aj qo'yadi. Endi mas sen aşında qışlab sende mevcut olmaganlıq üçün biz sana deyishni to'g'ri ko'rdik. Abay Adil adam dedi sen hamma grupa lazım. Sen hamma grupa lazım. Nega meni grupam bekir lazım deb ges qildim men. Lazım bo'lsa. Belki şu ayolning deganim to'g'ri bo'lishi mumkin. Bu hamda qarash ikimiz yosh emas. Cuma çay tushib ketdi, tang tushib ketdi. Hech nima bo'lmaydi. Qayrganda aman tushib ketdi o'chat. Yaqa tushmaydigan bir amallar. Adilaning grupsida şu çeçen büdür oldu hüküm. Ya ko'miz hozirgidek uyg'ur bo'ladi. Nay bo'ldi, bizning grup qili kelsin, bo'ldi. Menga bek lazımdı. Hem de bunda bu seninki meningcha hozir qaysi gruppaga kirib ketishing ko'nglimizda aniq degina, lekin shunda bo'lsa-mu biz seni talashmasak bo'lmaydi. Chunki Abay Adila degandek sen hamma gruppaga lazım. Ona seçkilimiz o'xshash ming ko'rganmiz. Hamma gruppada sen cho'qim o'zining bir kishilik yo'lini topa olaysan deb o'ylayman. Masalan, G'ujuning gruppasida deyli, G'ujuning gruppasida bo'lib qolib qolsang, balkim mana hozirgi zamon ma'u bizniki ijodiyat naqshilar bilan ta'minlab seni bir yo'llarga sola oladi. Adilani deymiz, Adilami o'zininki R&B deymiz, jaz uslub deymiz, funky deymiz. Bu uslublarda seni cho'qim bir kishilik to'g'ri yo'lga sola oladi. Ömer akamni desak, Ömer akamning kaynida o'ziga tushliq tanduylar bor. Seninki o'zing yoqtirgan uslub bo'yicha yaxshi tarbiyalab ketaylaydi. Endi mening gruppamga kelsang bir ortiqchilik yeri chash masalangdan faqat xotirjam bo'lsa, muamasili qo'shilib qoladi. Demak, men bir biletga ortiqroq erishib qolaman. Bu ishlardan shun sen beshingni qatmay chashdan ansirma. Hozircha boshdan ansirabdi. Demakchi bo'g'inin mening gruppamdimi o'xshashlar. Sen yoqtirgan uslublar bo'yicha masalanga sen bizning gruppaga kirgandan keyin balkim bir o'zingga
layık bir orunni tutup, sen özüň ýaktygan uslupdaki yollar boýunça tarakky qılsakmy boludy yoki özüň ýaktygan uslup boýunça köňüliň kanda oynagyn kelsäň bolsa biz şunda oynasak boludy. Onuňa bizden gurbetimiz ýetidi. Uyg'urcha naqsh ayta olamisiz? Az to'la ayta olayman. Az to'la. Manda yerlerim bak gajma. Bizden oylaşa, bizden. Hamda özüge qısun, ha? Seni qiynamaylı. Ahirki tanlışınız. Mening aslida bu daqtim musobaqa kelishini oldidilar. Özüm oylap bolgan. Ha, to'g'ri. Şu mening tanlygynym şu Narat. Narat. Her ailege söygü tarat. Buldu apa buldu. Acaba yapıştırıp kalın mamanda kaygadaş. Şu apam süt ekirdigen şagi mangdım dükkanğa. Şagi mangdım dükkanğa süt ediş için bana Narat'ın sap sütü var. Doңlağım az keldi. Bek beyze tabi. Baba ballağa ne vitamini? Mango temligi ba. Sen şunun kalıbı vermem müstakil be. Ha buldu ataş. Makul rahmet sizlarga. Mangaylayım sen. Abdunum rayonimiz sütçülük sahasidagi başlamchi karxana Şinjan Narat sütçülük çeklik mas'uliyet şirketi Narat Sapsiti mahirlarga omad tilaydi. Adile Sıdık malum Nikki Gurpsala. Qaysi alima? İpek yolu sadası, suyunu yok şigrası, kuş havazla seynası. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, suyunu yok şigrası, kuş havazla seynası. İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, suyunu yok çiğrası. Avazla seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, suygunun yok şigrası. Kuş avazlar seynası, İpek yolu sadası. Qadim ipek yolida jaranglaydı qo'ng'uroq. Giderken dalağa köy nakşimiz peki